Assalomu alaykum. Efirda eng so'nggi yangiliklar studiya mikrofonlar qarshida qizlarni ajali самый дерзкий boshlovchingiz Mehroj News. Adin Silvani сказать qilishimdan oldin o'zim haqimda ma'lumot bersam, nemis, rus, fransuz, tojik va nemis tillarida bezaksiyat qiyinchiliklarsiz 1 soat jim tura olaman. Eng so'nggi yangiliklarni aytish mana sheyama tushgan ekan. Mamasini ko'rib qizin oldiganlarni kecha Xorazmlik ikkita shavvoz Sankt-Peterburg shahrida Xorazm milliy kiyimlarida lazgiga o'ynashgan. Hozir shu haqda. Gele leylim leylim şuna boyun boyun. Gele hanım gele ha açan gün gele ha. Gele leylim leylim ay şuna boyun boyun. Gele hanım gele şuna boyun gele. Rabota ishdan qochar, Darmayet ishdan qochar deganlardek Mbappe PSG klubidan ketgandan keyin Inter jamoasini 5-0 hisobiga mag'lub etib, Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi. Hay Mbappe go'ydiriy. Men продолжаю. Lunani yubka bilan zakrit qilib bo'lmaydiganlarni Sankt-Peterburgda migrantlarimiz uchun yangilik qilishgan. Bu haqda muxbirimiz to'liq ma'lumot beradi. Uka, sen Rossiya territoriyasida yurib, hamyurtlarimiz uchun ne yangiliklarni yarattın o'zi? Hamyurtlarimiz Rossiya hududida 69 ming rubl evaziga chek to'lamasdan, patent qilmasdan ham o'qib ham ishlasa bo'ladi. Uning uchun +7 309 187 39 69 nomerlarga murojaat qilsalar bo'ldi. Chiqdi, cho'tki chiqdi.